Keksalik ko'pchilik uchun xotirjamlik, tinchlik, uyda dam olish va ko'zoynak bilan kitob varaqlash fasli. Ammo bugungi qahramonimiz uchun 70 yosh, harakat, xizmat va insonlarga foyda keltirish davri. G'ijduvon tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Nazokat opa Boltayeva har kuni ertalab barvaqt uyg'onadi. Tong sokinligida mashinasiga o'tirib, boshqalar hali uyg'onmasdan u yo'lga tushgan bo'ladi. Kimnidir ishga, kimnidir bozorga, yana birovni maktabga yetib borishga yordam beradi. Nazokat opa 70 ga kirgan bo'lsa-da hali tetik, keksalikni tan olmagan, harakatdan to'xtamagan ayol. Har kuni xalq orasida, yo'lda, xizmatda. Balki u tug'ilgan yillarda ayollarning haydovchi bo'lishi va taksi xizmatida yurishi tasavvurga sig'masdi. Bugun esa bu kasbni nafaqat uddalayapti, balki insonlarga ijobiy kayfiyat ulashayotgan hayotiy kuch timsoliga aylangan. Nazokat opaning hayoti faqatgina mashina boshqarish emas, balki harakatda baraka borligining isboti. Har bir yo'lovchi, har bir salom va har bir so'rashi uning kunini, kayfiyatini, ma'nosini boyitadi. Uning haydovchilikdagi mahorati emas, samimiyati, xizmatga bo'lgan mehridan ilhomlanasiz. Bugun biz ham Nazokat opaning yo'lovchisi bo'ldik. 2010 yil may oyiga Dosavga bordim. Mana aytdim, mana o'qitasizlarmi? Men pensiyaga chiqqanman. 56 yoshdaman. Ha, dedilar, o'qitamiz sizni dedilar. 70 yoshli bir boboni o'qitdik, chiqardik. Sizni ham o'qitamiz dedilar. Keyin arzat yozdim, tashladim. Nimaga bordim? Darslarga bordim, qatnashdim. 13 yildan beri taksi yurayman. Birinchi vaqt endi haydab yurgan paytim bir shoferkom bordim, bir dugonam bilan. Endi u yelli chekkalariga o'tirgan odamlar shu qarab, deb bir ses nima bo'lib ketadilar, qo'rqib ketadilar, yo'q quvonib ketadilar. Shuni qarang, yosh katta yo'l mashina boshqarib ketyapti deb dumoqlari cho'g' bo'ladi. Mana shoferlar yo'l-yo'lakay ketamiz, mana svetoforlarga to'xtaymiz, gapiradilar. Bale bibijon, bale opajon, bale xolajon, rahmat sizga. Shu ishni boshqarib yuribsiz, shu ishni bajarib yuribsiz, rahmat sizga deb rahmatnomalar aytadilar, yo'l beradilar menga. Yo'lga yurayman, biron qisqa qilmaydi. Mijozlarim ko'p. Eng uzoq bo'lgan joyim Hazrat Dovud bu Samarqand borganman, ana Zarafshon borganman, Uchquduq borganman. Lekin nabiralar bilan yuraymiz. 10 ta nabiram bor, 12 ta abiram bor. Soat 8 ga boshlayman. Ana qishni kuni yaxshi ishlayman, lekin yozgi issiq kunisiga 2 soat, 3 soatgina ertalab, 3 soatgina obeddan keyin ishlayman. Uyga ham ishimiz ko'p, lekin uyga ham molimiz bor, qo'yimiz bor, o't teramiz. Ishimiz ko'p, lekin vaqt topib chiqib taksichilik qilamiz. Nazokat opa mashinani bemalol boshqaradi. Burilishlarda ehtiyotkor, piyodaga yo'l beradi, qoidalarga qat'iy amal qiladi. Mashinani ichida ham, tashqarisida ham sokin va xotirjam. Rulda o'zini bemalol, ishonchli his qiladi. Shu bois yo'lovchilar ham o'zini xotirjam tutadi. Bu yoshda mashina boshqarish oson emas deydi ko'pchilik. Ammo Nazokat opa uchun bu oddiy ish. U o'z ishini sevadi va har kuni o'z vaqtida xizmatga chiqadi. Haydovchilik uning uchun oddiy kasb emas, bu insonlarga foyda keltirishdir. Kuchi yetadimi ishlashga, qobiliyati yetadimi ishlasin. Mehnat qilsin. Mehnatni tayyor rohat. Men yo'q, kasalman. Men bunday deb yotsa, unga hech kim biror bir so'm keltirib bermaydi. O'zi mehnat qilib, o'zi topib, o'zi harakatda bo'lsin. Harakatning katta foydasi bor. 100 ming, 120, go 150 bo'ladi, go 200 bo'ladi, har xil topamiz. Shukr, shunisiga ham shukr, Allohga shukr. Dimog'im cho'q, men zerikmayman. Bu mashina haydash yaxshi, mashina boshqarish yaxshi. Sog'lom bo'lasiz. Shuning uchun men aytaman, o'rganinglar, o'qinglar deyman, o'qinglar. Foydasi bo'lsalari yo'q. Nazokat opa misolida biz sadoqat, mehnatsevarlik va halollikni ko'rdik. Uning hayoti bizga shuni eslatadi. Inson qaysi yoshda bo'lmasin, agar yuragida kuch, niyatida foyda keltirish bo'lsa, u jamiyatga xizmat qilishda davom etadi. Bugun ko'plab yoshlar imkoniyat izlaydi. Nazokat opa mashina haydabgina qolmay, balki yoshlarga saboq bo'ladigan haqiqiy hayot darsini beradi. Bunday insonlar kundalik hayotimizdagi qahramonlardir.